Siz korrupsion huquqbuzarlik holatiga duch keldingiz. Vaziyat yuzasidan Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligiga murojaat yo'llamoqchisiz. Shu o'rinda savol tug'iladi. Agentlikka qanday murojaat qilsam bo'ladi? eantikor.uz veb-sayti, info@anticorruption.uz elektron pochtasi, 1253 qisqa raqamli kol markazi, Toshkent shahar, Shota Rustaveli ko'chasi 8A uyga pochta xizmati yordamida murojaat yo'llash mumkin. Qayd etish joiz, agentlik rahbariyati har oyning oxirgi juma kuni fuqarolar va yuridik shaxslarni qabul qilish amaliyoti ham yo'lga qo'yilgan. Qabul jarayonida fuqarolarning muammolari to'liq tinglanadi va yechimga doir huquqiy maslahatlar beriladi. Ijrosi, o'rganish va vaqt talab qiladigan masalalar bo'yicha shikoyatlar qabul qilinib, qat'iy nazoratga olinadi. Muntazam o'tkaziladigan shaxsiy qabullar murojaat bilan kelgan shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.